Assalamu alaykum hurmatli o'zurko'ychilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 9-oyning 7-kuni seshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rmanlar, tuvanida diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq sotining vaqti yaqinlab kelayotgan bir paytda mustabid Xitoy hokimiyatining va uning chet ellardagi ko'mashchilarining Uyg'ur sotiga va sotning bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratgan turli hujumlarni uzluksiz kuchayishga boshladi. Bir qancha kundan buyon turli ijtimoiy taratqularda Uyg'ur sud kollegiyasiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning raisi To'lqin Aysa apandiga va oldingi qitimliq sotda guvohlik bergan ba'zi shohidlarga qaratilgan tuhmat va haqorat xarakterlik yozmalarni ro'shan holda ko'payishga boshladi. İctimai taratqularga saxta ismlar bilan kirib qarang'u kuchlarning ba'zilari Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'ur soti uchun to'plangan iqtisodiy yordamning hisobini so'rgan qiyofatga kirib olib hujum qilsa, ba'zilari xuddi Xitoy xo'jayinining tili bilan tunji qitimliq sotda guvohlik bergan shohidlarni yolg'onchilik va saxtakorlik bilan ayblashga boshladi. Yana ba'zilar Uyg'urlarga ko'yingan qiyofatga kirib olib Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandimni Uyg'ur sud kollegiyasi orqali Uyg'urlarning diqqatini qasdan boshqa yoqqa burash bilan aybladi. Bo'libmi ularning bu yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji qitimliq sotda guvohlik bergan va ilgari Sharq Turkistonda saqchi bo'lib ishlagan Wang familiya Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biri qilib tanlashi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Chunki Wang familiyalik bu Xitoy saqchining bergan guvohligi ayni chog'da g'arb matbuotlarida intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan. Bu Xitoy saqchining guvohligi sotda guvohlik bergan Sharq Turkistonlik shohidlarning arz va bayonlarining tamoman to'g'ri ekanligini qayta dalillab bergan. Bu sababdan Xitoy hokimiyati bu Xitoy saqchini saxtakorlik bilan ayblab, maxsus bayonotlar e'lon qilishga majbur bo'lgan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq sotida guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik 3 nafar qozoq qarindishimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining bevosita o'rinlashtirishi bilan 4-sentabr shanba kuni Qozog'istondan Londonga sog'-salomat yetib kelgan bo'lsa-mu, ammo ular Angliyaga kelish jarayonida turli besim, tahdid va to'salg'ularga duch kelgan edi. Siyosiy kuzatuvchilar Xitoy hokimiyatining bu qitim chaqiriladigan Uyg'ur sotiga buzg'unchilik qilish uchun xuddi oldingi qitimqiga o'xshashla intayin razil vositalar bilan psixologiyalik hujum boshlatganligini ifoda qilishmoqda. Chunki Xitoy hokimiyati tunji qitim Uyg'ur sotining boshlanish harfisida sotda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarga qaratgan psixologiyalik hujumlarni alayda kuchaytgan. Xitoyning bexatarlik organlari lager shohidi Sayragul Savutbay xonimiga bevosita telefon qilib tahdid solgan. Sotqa bir kun qolganda lager shohidi Qalbinur Sida xonimning vatanda ajrashib ketgan erini ekranda so'zlatish orqali tunji navbatlik sotda birinchi bo'lib guvohlik berishga hozirlanayotgan Qalbinur Sida xonimning kayfiyatini buzishga uringan. Sotdan keyin mustabid Xitoy hokimiyati yana tunji navbatlik sotda guvohlik bergan shohidlarning hammasining degudek vatandagi urug' tuqqan va tonish bilishlarini majburiy ekranga chiqarib bir-birlab so'zlatish orqali shohidlarning bergan guvohliklarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan. Mustabid Xitoy hokimiyatining sotda guvohlik bergan shohidlarning urug' tuqqanlarini ko'raga ilib majburiy so'zlatishdek bu xil razil qilmishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qattiq nafratini qo'zg'agan edi. Undan boshqa Xitoy matbuotlari toki hozirga qadar atalmish Uyg'ur mustaqil soti bo'lsa, vatanimizni parchalashga urinayotgan bo'lgunchi tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan qurib chiqilgan bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlarning hammasi artistlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa bo'lsa bir terrorchi unsur degan sabsatini bozorga sepganmoqda. To'lqin Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Xitoyning va uning chet ellardagi josuslarining turli buzg'unchiliklarga qaramasdan bu qitimqi sotning xuddi oldingi qitimliq sotga o'xshashli muvaffaqiyat bilan o'tkazilishiga ishosh bilan qaraydiganligini, sotning butun tayyorlik xizmatlarining o'ngishli holda oxirlashganligini bildirdi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq soti 9-oyning 10-kuni London vaqti atgan soat 9da Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice va sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabiy apandilarning ichilish nutqi bilan boshlanadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organining bugun istansimizga bildirishicha bu navbatlik sotda chet ellik va Sharq Turkistonlik bo'lib jami 40 nafarga yaqin kishi guvohlik beradi. Bularning ichida Uyg'ur va qozoqlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonlik shohidlar 10 nafar, Sharq Turkistonlik tadqiqotchilar 4 nafar, qolganlari chet ellik va Xitoylardan tarkib topgan mutaxassis va qonunshunoslardan iborat. Sotning tunji kuni Sharq Turkistonlik shohidlar va chet ellik tadqiqotchilardan bo'lib jami 8 nafar kishi guvohlik beradi. Bularning ichida bir nafar Xitoy tadqiqotchi bor. Oldingi qitimliq sotda bir nafar Xitoy saqchimi guvohlik berib intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Bu qitim Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimliq sotning butun jarayoni 9-oyning 10-kuni London vaqti atgan soat 8:20 da sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sotda guvohlik beradigan chet ellik shohidlarning so'zlari istansimiz tarafidan alayda taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi.
Stansiyamiz sot boshlanishdan 2 kun burun, ya'ni 9 oyning 8 va 9 kunlari sotga qatnashish uchun Londonga kelgan Sharq Turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashishida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat programmasi o'tkazildi. Sotning oxirgi kuni bo'lgan 9 oyning 13 kuni kechda sot zalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchragan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqatish murosimi o'tkazildi va mazkur murosimni stansiyamizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqatiladi. Bu qitimqi naq maydon programmasiga yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, 36 yillik peshqadam jurnalist Farhat Yo'rinqash bilan Markaziy Oslodagi Uyg'ur adliya arxivining direktori Baxtiyor Umar apandilar bevosita riyosatchilik qiladi. Shunga hozirdan boshlab stansiyamizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan Yevropa asos qonuni va kishilik huquq markazi Uyg'urlar uchrayotgan majburiy emgakka aloqador Germaniyaning 5 shirkatini sotqa berdi. Bu munosabat bilan Germaniyaning davlatlik radio televiziya kanali bo'lgan ERD 5-sentabr kuni Germaniya shirkatlari ustidan shikoyatnomlik bir programma e'lon qildi. Uningda bayon qilinishicha, markazi Berlinda bo'lgan Yevropa asos qonuni va kishilik huquq markazi nomli tashkilot Uyg'urlar uchrayotgan majburiy emgakka aloqador Germaniyaning Laydil qatorliq 5 shirkatining mas'ulining javobgarligini surishtirish uchun ularning ustidan Federatsiya bosh taftish mahkamasiga arz sungan. 100 betlik bu arznoma to'g'risida Janubiy Germaniya gazeti va Mainz doklati maxsus maqola e'lon qilgan. Programma mundaq iboralar bilan boshlangan. Kishilik huquq faoliyatchilari Uyg'urlarning majburiy emgakidan manfaatga erishishda javobgarligi bo'lgan Germaniya shirkatlarining mas'ul xodimlari ustidan arz sundi. Xitoy hokimiyatining musulmon Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlari, sistemlik nazorat, xo'rlash va majburiy emgakka aloqador nurg'un paketlar oldingi yillardan buyon ko'plab o'tirg'a chiqishga boshlagan edi. Oz deganda 1 million Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligi, ularning siyosiy ham madaniyat jihatdan qiliblashtirilayotganligi ma'lum bo'ldi. Rayonda markazning o'rinlashtirishi bilan minglagan emgak programmalari yo'lga qo'yilib, ishlash zaruriyati barpo qilindi. Oz deganda yeb egirish va to'qimachilik fabrikalarini misolga elish mumkin. Bugunga qadar G'arbni o'z ichiga olgan butun dunyo atalmish Xinjiangda ishlab chiqarilgan paxtalardan foydalanib kelmoqda. Xitoyning navbatdagi vaziyatini nazarda tutganda, kishilik huquq organlari xalqaro to'qimachilik sanoatini javobgarlikka, hatto jinoiy javobgarlikka tortish zarurligini ilgari surmoqda. Programmada yana mundaq deydi: Bu sababdan Berlindagi Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazi Federatsiya bosh taftish mahkamasiga arz sundi. Bu arz Laydil qatorliq Germaniya shirkatlariga, bu shirkatdagi javobgarligi bo'lgan mas'ul xodimlarga qaratildi. Bu 5 shirkatning mas'ul xodimlarining atalmish Xinjiangdagi insoniyatga qarshi jinoyatlarga chetishligi bo'lishi mumkinligi ilgari surildi. Chunki ular ilgirki yillarda bevosita yoki vositali holda atalmish Xinjiangdagi majburiy emgak bilan aloqasi bo'lgan to'qimachilik shirkatlari bilan hamkorlashgan. Programmada o'tirg'i qo'yuvchi Germaniyaning Laydil qatorliq shirkatlari ta'minlash zanjirida majburiy emgak bilan aloqasi bo'lgan Sharq Turkistondagi 2 Xitoy shirkatiga chetishlik ekan. Bu 2 Xitoy shirkatining sobiq mahbuslarni va jazo lagerlaridan o'qib bitirib chiqqan tutqunlarni ishlatayotgan bo'lish ehtimolligi yuqori ekan. Ularning yana yezi emgak kuchlarini majburiy ishchilikqa qabul qilgan bo'lish ehtimoli mavjud ekan. Programmada bayon qilinishicha, Laydil shirkati bu arzga e'tibor bilan qaragan va ayblashlarni rad qilib, o'zlarining 1 yil ilgari bu 2 Xitoy shirkati bilan bo'lgan aloqasini uzganligini ta'kidlagan. Qolgan 4 shirkatmi o'zlarining Uyg'ur majburiy emgaki bilan aloqaliq hech qanday Xitoy shirkati bilan hamkorlashmaganligini ilgari surgan. Biroq Federatsiya bosh taftish mahkamasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu deloni aniqlashni davomlashtirdi ekan. Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazining xodimi Miriam Mas bu vaqtda mundaq degan: Majburiy emgak faqatla bir axloqiy masala emas, o'z navbatida og'ir jinoyatdir. Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazining bildirishicha, ularning qo'lda ta'minlash zanjirida Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan aloqasi bo'lgan ko'plagan shirkatlarning tizimligi bor ekan. Ular Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning hozirgi fojialik vaziyatini o'zgartmaydiganligini biladi ekan. Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasining bu arz haqida Janubiy Germaniya gazeti va Mainz doklatining savollariga qarata avatgan yozma javobi bu nuqtani dalillagan. Xitoyning javobida mundaq deyilgan: Atalmish Xinjiangda qayta tarbiyalash lageri deydigan narsa yo'q. Majburiy emgakmi yo'q. Bu gaplar butunlay o'ydirma. Balki siyosiy muddaodan paydo bo'lgan o'sak so'z. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti 6-sentabr kuni bu yil 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyida vakillar tarafidan saylab chiqiladigan har qaysi organlarning tizimligi bilan bu organlarga rahbarlikka nomzod bo'g'ishlarga qo'yiladigan shartlarni e'lon qilgan edi.
30 davlatdan 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayıga yenidən saylab çıxılğan 207 nəfər rəsmi vəkil bugündən etibarən Dünya Uyğur Qurultayının hər qaysı orqanlarına özlərini rəhbərlikə namzat göstərishə başlaydı. 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı Tayyorluq Komitetining raisi Farid Yo'ronqash apandi bugun istinozimizga qilgan so'zida hozirdan etibarən Qurultayning taklifnomasining vakillarimizga va sharaf mehmonlarimizga yo'llanishga boshlanganligini, Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayıga 207 nəfər rəsmi vəkil və 87 nəfər kandidat vəkildən sirt, yana Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, chet ellik tadqiqotchilar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va chet ellik jurnalistlar, shundaqla Dünya Uyghur Qurultayı bilan yaqindan hamkorlashayotgan Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi qatorliq bir qism tashkilotlarning asosliq mas'ullari va ba'zi jamoat arboblarining sharaf mehmoni sifatida taklif qilinganligini bildirdi. Amerika hökuməti Uyğurlar duş kelayotgan siyasi bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan keyin buningga mos holda ijro qilishga kirishgan tadbirlarning biri Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chidishlik mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklash bo'lib kelmoqda. Yaqinqi mezgillarda Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasi Xitoydan eksport qilingan zo'r turkumdagi tovarlarni Uyg'urlarni majburiy emgak silishga chetishlik mahsulotlar deb musodara qilgan. O'tgan oyda ular tanarkat oyiqi va aranchi kiyimlarni o'z ichiga olgan yana bir turkum Xitoy tovarlarini musodara qilgan. Qiziqarli yeri Xitoy eksport qilgan bu tovarlarga Vyetnamda ishlangan degan xatlar besilgan ekan. Xabarda aytilishicha, Amerika hukumatı o'tgan bir necha yildan buyon qattiq ijro qilishga kirishgan majburiy emgak mahsulotlarini tekshirish va ma'ni qilish xizmati dunyo miqyosida zo'r unumlarga erishgan. Bo'lib, Sharq Turkistondagi kevazdagi bog'langan g'oyat zo'r majburiy emgak tufaylidan Amerika hukumatining bu jihatdagi xizmatlari texmo ko'p mahsulotlarga kengaygan. Emgakchilarning haq-huquqlari birlashmasining raisi Scott Nova bu vaqtda so'z qilib, bu xil tadbirlar dunyoning har qaysi joylaridagi ishlab chiqarish sistemasini bu xil qonunsiz qilmishlarga tezdan xotima berishga qistaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasining bu xil majburiy emgak mahsulotlarini tekshirish xizmati yaqinqi mezgillardan buyon bag'on siri zo'r ko'lam ilayotgan bo'lib, Amerika Tamojnasi majburiy emgak mahsulotlariga jannat bo'lolmaydi degan uchurni yo'llamoqda ishkan. Talibanlar hokimiyatining Afg'onistonda qaytadan bosh ko'tarishiga ergishib, Afg'onistondagi Uyg'ur musofirlarining va ko'chmanlarining qo'sh andishi ichida qilayotganligi xalqaro matbuotlardan ko'plab o'rin olishga boshladi. CNN agentligining 5-sentabrdagi xabarida aytilishicha, ularning muxbirlar guruhi Afg'onistonda panohlanayotgan bir qism Uyg'urlar bilan suhbatlashgan. Bu jarayonda Xitoy bilan Taliban o'rtasidagi yuqori pallaga chiqayotgan hamkorlik tufaylidan Afg'onistondagi bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish xavfidan qanday andishida qilayotganligi texmo tafsili ma'lum bo'lgan. Xabarda aytilishicha, ular suhbatlashgan To'xon oilasi buningdan 45 yil ilgari Xitoy hukumatining zulmlari tufaylidan Yarkan noyasidan qochib chiqqanlar bo'lib, amdilikda Talibanlar hukumatining Xitoy bilan bag'ansir yuqori pallaga chiqayotgan do'stlik munosabatidan andisha qilmoqda ekan. U bu vaqtda so'z qilib, ilgari biz ko'p jafo mushaqqatlarni boshdan kechirgan edik. Amdi texmo eg'ir kunlar beshimizga kelish oldida turmoqda degan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati izchil Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining Afg'onistondagi faoliyatlari haqida shikoyat qilib kelayotgan bo'lib, Amerika hukumati bu tashkilotni terrorlik tashkilotlari tizimligidan chiqarib o'tgandan keyin ularning bu vaqtdagi shikoyatlari texmo yuqori pallaga chiqishga boshlagan. George Washington Universitetining professori Sean Roberts bu vaqtda so'z qilib, bundaq bir tashkilotning mavjudligini ko'rsatadigan isbotlar bo'lmaganlikdan Amerika hukumati mushu qarorni olgan. Ammo Xitoy hukumati mushuni bahona qilib, o'zlarining terrorlikning tahdidlariga uchrayotganligini ta'kidlamoqda. Shuningdek, o'zlarining Uyg'urlarni bostirish harakatini yo'lga qilib ko'rsatishga urinib kelmoqda degan. Xabarda aytilishicha, Navoda Xitoy hukumati terrorchi Uyg'urlarni o'tkazib berishni talab qilsa, Talibanlar hukumatining dal mushu begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib Xitoyga yo'llab berish ehtimoliga bek yaqin ishkan. Chunki bu Uyg'urlarning Afg'onistonga kelganiga yarim asr bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ularning hech qaysisining qo'lida texicha pasport yo'q ekan. Shundaq bo'lganligi uchun ularning Afg'onistondan boshqa yerga ketalishi mumkin emas ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.